Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugungi darsimiz elektron hukumatni amalga oshirishning muvaffaqiyat va xavf omillari to'g'risida bo'ladi. Rejamiz quyidagilardan iborat. Elektron hukumatni amalga oshirishning muvaffaqiyatlari, elektron hukumatni amalga oshirishning muvaffaqiyat omillari va elektron hukumatni tatbiq qilishda xavf omillari kabi rejalarga ajratib oldik. Birinchi reja bo'yicha darsimizni davom ettiramiz. Elektron hukumat tizimining mamlakatda muvaffaqiyatli amalga oshirganligi quyidagi 4 ta maqsadlarning bajarilganligi asosida baho berish mumkin. Bular: onlayn hukumat xizmati, qog'ozsiz hukumat, bilimga asoslangan hukumat va shaffof hukumat. Ushbu 4 ta maqsadlarga erishish uchun elektron hukumat tizimi hukumatning bir necha darajalarda tashkillashtirilgan bo'lishi lozim. Hukumat boshqaruvining har bir darajasida beriladigan 3 ta asosiy vazifa mavjud. Bular: innovatsion fuqaro xizmatlari, innovatsion biznes xizmatlari, innovatsion hukumat ichidagi ishlari. Elektron hukumatning bir necha qirralari mavjud. Foydalanuvchilar va ular o'rtasidagi munosabatlar asosida quyidagicha xarakterlanadi. Davlat fuqarolarga G2C. Fuqarolar turli ma'lumotlar, xizmatlar va boshqa imkoniyatlar bilan ta'minlanadilar. Davlat biznesga G2B modelida esa hukumat va biznes o'rtasidagi munosabatlar va o'zaro bir qator aloqalarni ta'minlaydi. Keyingisi davlatga G2G, davlat ichida yoki davlat idoralari o'rtasidagi turli axborotlarni almashish va hamkorlikni qo'llab-quvvatlashni ta'minlash. Keyingisi davlat xodimlarga G2E, ichki jarayonlarni soddalashtirish va fuqarolik xizmatlari, davlat va uning xodimlari o'rtasida aloqa boshqaruvini osonlashtirish orqali unumdorligini oshiradi. Elektron hukumatning muvaffaqiyat omillari. Elektron hukumatning muvaffaqiyat omillari 5 ta asosiy guruhga bo'linadi. Ko'rish qobiliyati, strategiya va aniq maqsadli. Ikkinchisi qonun va yo'riqnomalar, tashkilotlararo kelishuv, BPR deymiz, Business Process Reengineering. Biznes jarayonlarini qayta ishlab chiqish, biznes jarayonlarini maqbullashtirish va axborot texnologiyalari kabi 5 ta asosiy guruhga bo'linadi. Fuqarolar bilan o'zaro munosabatni nuqtai nazaridan va ko'rsatilayotgan xizmatlar ko'rinish jihatdan elektron hukumat tizimi xizmatlarini ko'rsatish bo'yicha mantiqan 2 qismga ajratish mumkin. Ofis oldi va ofis orqasi, front office, back end office bo'ladi. Elektron hukumat tizimi turli xizmatlarni ko'rsatishning ofis oldi ko'rinishda xizmatlarni yetkazib berish, axborot va ma'lumotlarni yetkazib beruvchilarni ko'rishi, davlat bilan fuqaro va biznes o'zaro munosabatlarni ko'rish va boshqarishni anglatadi. G2B hukumat va biznes o'rtasidagi turli operatsiyalarni o'z ichiga oladi. G2C esa fuqarolarga axborot tarqatishni va davlat xizmatlarini yetkazib berishni o'z ichiga oladi. Akt sohasida faollashtirilgan G2C xizmatlar hukumat tomonidan axborot almashish tizimi va fuqarolar uchun bir oyna onlayn portali orqali axborot va boshqa xizmatlardan foydalanish uchun imkoniyat yaratuvchi ilovalar orqali yetkazib beradi. Bu yagona xalq tilida yagona darcha, bir oyna yoki davlat interaktiv xizmatlari markazi kabi atamalar bilan ataladi. Bunday fuqarolar uchun quyidagi xizmatlarni taqdim etish mumkin. Turli ruxsatnomalar, litsenziyalar va sertifikatlar berish, qonun, ma'muriy ogohlantirishlar va tegishli qonunlar haqida ma'lumotlar bilan ta'minlash, to'lov xizmatlari, soliqlarni qaytarish va ijtimoiy kommunal to'lovlar, elektron maslahat, elektron muhokama, elektron saylov orqali davlat ishida ishtirok etish imkoniyatlarini berish. Fuqaroga yo'naltirilgan portalni va jamoat ma'lumotlarini almashish tizimi jamoatni boshqarish, yashovchilarni hisobga olish, ko'chmas mulk hisobi, avtomashinalarni ro'yxatga olish, soliq va sug'urta kabi ma'lumotlarni o'z ichiga olgan asosiy ma'lumotlar bazasini yaratish va ularni bir-biriga bog'lashlarini amalga oshirish. Elektron G2B xizmatlar korporativ fuqarolik ma'muriy ishlar, sanoat axborot ta'minlanishi, turli soliq va davlat to'lovlari uchun xaridlar, takliflar va mukofotlar, to'lov xizmatlari, elektron operatsiyalarni o'z ichiga oladi. Boshqa xizmatlardan farqli quyida akt ilovalar samarali elektron G2B xizmatini yetkazib berish uchun talab qilinadi. Integratsiyalashgan axborot xaridlar tizimida ro'yxatga olish, tender, shartnoma
va barcha xaridlari bilan bog'liq jarayonlar yagona davlat xizmatlari tizimi orqali amalga oshiriladi. Elektron bojxona tizimi import, eksport jarayonlaridagi bojxona boshqaruvini qog'ozsiz amalga oshirish hamda bojxona tomonidan noqonuniy xizmatlarni ko'rsatishga qarshi vosita deb beriladigan tizim hisoblanadi. Elektron savdo tizimi tovarlar va xizmatlar savdosini qo'llab-quvvatlovchi onlayn tizimdir. Ofis orti xizmatlari esa asosan hukumat asosiy jarayonlarni jamoatchilik uchun ko'rinmasligi va bir davlatning ichki jarayonlarini o'z ichiga oladi. Davlatlarda elektron hukumatni amalga oshirish bir necha ofis orti tizimlari orqali islohotlar bilan hamohang ravishda olib borilishi lozim. Elektron hukumatda bunday islohotlar elektron hukumat tizimi muvaffaqiyatli bo'lishi uchun zarur omillar hisoblanadi. Xo'p, elektron G2G ichki xizmatlarni yetkazib berish jarayonlarini soddalashtirish va samaradorlikni oshirish uchun xizmat qiladi. Mos ravishda aksiyadan foydalanish orqali davlat ish jarayonlari quyidagi natijalarga ega bo'lishi kutiladi. Bular markaziy va mahalliy davlat tashkilotlari hisobot tizimlarining bog'langanligi tizimning to'g'ri va aniq ravishda so'rovlarni qabul qilishiga olib keladi. Ma'lumotlar bazasida ma'lumotlarning almashishi xizmat ko'rsatuvchi tizim samaradorligini oshishiga sabab bo'ladi. Davlat organlari orasida g'oya va resurslarni o'zaro ishlatish, onlayn hamkorlik tizimi orqali qarorlar qabul qilishda hamkorlik qilish. Davlat idoralarida hujjat aylanishi elektronlashish va hukumatning qog'ozsiz amaliyotlar tomon harakati G2G ning asosiy tashabbusi hisoblanadi. Elektron hujjat almashinuvini kiritishda ma'lumotlar tezroq, ko'proq, samarali, xavfsiz va ishonchli boshqaruv asosida amallarni bajarishga olib kelish kutilmoqda. Quyida Koreya Respublikasining G2G xizmatlariga misol keltirish mumkin. Ular integratsiyalashgan milliy moliya axborot tizimi turli davlat idoralarida real vaqtda boshqariluvchi moliya sohasiga tegishli bo'lgan tizimlar bir-biriga o'zaro bog'lash orqali tashkil qilingan. Ta'kidlash joizki, avval ushbu tizimlar alohida bo'lgan. Mahalliy elektron hukumat axborot tizimi 21 ta ma'muriy ishlarni standartlashtirish va axborotlashtirish orqali 244 ta mahalliy hukumat boshqaruv tizimiga xizmatlar kiritilgan. Istiqomat qiluvchilarni ro'yxatdan o'tkazish, ko'chmas mulk, moliya va soliq solish mamlakatlar va tumanlar darajasida tashkil etildi. Ta'lim axborot tizimi va elektron o'rganish. Maktablar, ta'lim viloyat ofislari va ularning tuman idoralari, ta'lim vazirligi va inson resurslarini rivojlantirish muassasalari o'rtasida umummilliy axborot tarmog'i. Hukumat elektron hujjat almashinuvi, qayta ishlash, barcha davlat hujjatlarini tayyorlash, tasdiqlash, saqlash va tarqatish kabi faoliyatlarni olib boradi. G2G xizmatlar quyidagilarni talab qiladi. Ish jarayonlarini elektron ko'rinishda bajarilishini tashkil etish, elektron hujjatlarni qayta ishlash, bilimlarni boshqarish tizimlari, back ofislarning integratsiyasi. Elektron hukumatni amalga oshirishning muvaffaqiyat omillari. Elektron hukumatning muvaffaqiyat omillari 5 ta asosiy guruhga bo'linadi. Kelajakni ko'rish qobiliyati, strategiya va aniq maqsadlar. Keyingisi elektron hukumatning muvaffaqiyatli amalga oshirilishda aniq maqsad va akti strategiyasiga asoslanib reja tuziladi. Elektron hukumatni yaratishda amalga oshirish bu bosqich ko'nikmalarini bilish kerak bo'ladi. Elektron hukumat strategiyasida muhim g'oya bu yaxlit hokimiyat yondashuvidir. Bu yondashuv fuqarolarning va tadbirkorlarning ehtiyojidan kelib chiqib tashkil qilinadi. Yaxlit hokimiyat yondashuvi tadbirkorlar bilan ishlashda infratuzilmaga ortiqcha sarf qilinadigan keraksiz investitsiyalarni oldini oladi. Qisqacha qilib aytganda, muvaffaqiyatli elektron hukumat quyidagilarni talab qiladi. Yetakchilarning kelajakni aniq ko'rishi, fuqarolar tomonidan kuchli qo'llab-quvvatlash, resurslarga asoslangan holda tuzilgan yaxshi strategiya, bundan tashqari qonun va yo'riqnomalar. Hukumat loyihalarini yaratishda qonunchilik yoki tartibga soluvchi me'yoriy huquqiy asoslar talab qilinadi. Chunki bir qancha yil oldin yaratilgan qonunlar yangi elektron xizmatlarni tatbiq qilishda to'g'ri kelmaydi. Elektron hujjatlar va tranzaksiyalarni rasmiy tan olish uchun qonunlarni yangilash yoki yangi qonunlarni qabul qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Qonun va yo'riqnomalarni tashkil qilishda aniq maqsadlar zarurdir. Chunki aniq rejalar elektron hukumatni qo'llab-quvvatlashda muhim ahamiyatga egadir. Yangi loyihalar uchun yangi qonuniy o'zgartirish
kiritishning rejasini tuzish ham ko'p vaqtni talab qiladi. Shuning uchun elektron hukumat muvaffaqiyatga erishishda quyidagi qonunlar qabul qilinishi kerak. Elektron hukumat to'g'risidagi qonun, ya'ni bizda qabul qilingan, endi bu shartlar sifatida beryapmiz. Maxfiylik va unga doir muammolar to'g'risida qonun, axborot xavfsizligi to'g'risida qonun, axborot tizimlari va biznes jarayonlaridagi o'zgarishlarga doir qonun, hukumat akti infrastrukturasi va integratsiyalashgan ma'lumotlar markaziga asos solish to'g'risidagi qonunlar kerak bo'ladi. Tashkilotlararo kelishuv strukturasi ma'lum yo'nalishdagi tashkilotlarga yo'l ko'rsatuvchi mexanizmdir. Bu kelishuv juda ham muhimdir, chunki hukumat bilan hamkorlikni mustahkamlaydi. Bu kelishuv hamkorlik va tezkor amalga oshirishni talab qiladi. Hop, tashkil etuvchilik xarakteriga ega bo'lgan kelishuvni rejalashtirish uchun quyidagilar muhimdir. Bular: majburiyatga asoslanib mustahkam hamkorlikni himoya qilish, axborot texnologiyalari boshqaruvini rejalashtirish va menejmentini o'zgartirish, byudjetni shakllantirish va uni amalga oshirish, muvofiqlik va hamkorlik, monitoring va ish sifatini baholash, texnologiyani yetkazib beruvchi tashkilotni boshqarish, hukumat, xususiy sektor va fuqarolar hamkorligi o'zaro kerak bo'ladi. Endi elektron hukumatni tatbiq qilishda xavf omillari. Ko'pgina mamlakatlarda elektron hukumatni joriy etishda kutilgan natijalarga erishilmagan. Elektron hukumatni joriy etishdagi xavflar fuqarolar va hukumat tomonidan xavflarga bo'linishi mumkin. Umuman olganda fuqarolar tomonidan quyidagi xavflarga quyidagilar kiradi. Raqamli tengsizlik, bilimlar yetishmasligi, foydalanishda qulay emasligi, rag'batlantirishlarning yetishmasligi, ishonchning yetishmasligi, tushunmovchilik. Hukumat tomonidan xavflarga quyidagilar kiradi. Murakkablik, vazirlik tizimlarining to'liq integratsiya bo'lmaganligi, qobiliyat yetishmovchiligi, inson resurslarining cheklanganligi, moliyaviy resurslarning cheklanganligi bilan izohlanadi. O'rganishlar shuni ko'rsatadiki, butun dunyo bo'yicha 35% elektron hukumat loyihalari muvaffaqiyatsizlikka uchragan. 50% qisman va faqatgina 15% to'liq muvaffaqiyatga erishgan. Rivojlanayotgan davlatlarda elektron hukumatni joriy etishda muvaffaqiyatsizlikka olib boruvchi omillar quyidagilar hisoblanadi. E'tibor bering. Davlat organlari bilan hamkorlikning yetishmasligi, sharoitga mos bo'lmagan rejalar va strategiyalar, malakali mutaxassislarning yetishmasligi, investitsiya rejasining yo'qligi, yangi texnologiyalar yetishmasligi, tayyorgarliksiz tezkorlik bilan amalga oshirish. Mana shular bizda asosiy omillar hisoblanadi. Elektron hukumatni to'liq ishga tushirish juda murakkab jarayon, chunki yangi axborot tizimlarining tatbiq qilinishi aholi uchun yangilik hisoblanadi. Hukumat o'zining imkoniyat va tayyorgarliklaridan kelib chiqib, elektron hukumatni amalga oshirish rejasini tuzib chiqadi. Osiyo davlatlari siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va boshqaruv apparatlari turli xil bo'lishiga qarab xarakterlanadi va har bir mamlakatning o'z vaziyatidan kelib chiqib turli xil yondashuvlar qabul qilinishi talab etiladi. Elektron hukumatni amalga oshirishda yuqorida ta'kidlangandek, elektron hukumatni amalga oshirish davomiy jarayondir. Bu bir kunda yoki bir vaqtda ishga tushirish bilan bo'lmaydi, u doim o'zini modernizatsiyani rivojlantirib borish kerak. Elektron hukumatni rivojlantirish bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. Elektron hukumat bir nechta ketma-ket bo'lmagan bosqichlar to'plami hisoblanib, oshib borayotgan imkoniyatlar darajasi, bilimlar va infratuzilmaga asoslangan ommaga ma'lum modellar Birlashgan Millatlar Tashkiloti va Jahon banki tomonidan ishlab chiqilgan. Ular elektron hukumatni tadrijiy jarayon sifatida ko'rishadi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining tadqiqotiga ko'ra, elektron hukumat o'sishini aniqlashning 5 ta bosqichi mavjud. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, elektron hukumatni amalga oshirish bosqichlari hukumatning tayyorgarlik darajasi bo'lib, u asosan aniq va rasmiy veb-saytlar orqali ta'minlanadigan onlayn xizmatlarga asoslanadi. Bular: birinchisi, paydo bo'lish. Internetda bir necha mustaqil bo'lgan rasmiy veb-saytlarni tashkil etiladi. Axborotlarning cheklanganligi va asosan statik saytlardir. Kengaytirilgan davlat organlari veb-saytlari ma'lumotlar hajmining oshishi, axborotlar ko'proq dinamik holatda o'zgaradi. Interaktiv. Bu foydalanuvchilar shakllarni yuklab olishi, interaktiv xizmatlardan foydalanishi mumkin. Tranzaksiyalashgan foydalanuvchilar xizmatlar uchun onlayn tarzda to'lov va moliyaviy tranzaksiyalarni amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Yagona davlat organlari axborot tizimlarining to'liq integratsiyasi. Jahon banki elektron hukumatni amalga oshirish jarayonini 3 ta bosqichga bo'ladi. Bu bosqichlar bir-biriga mutlaqo bog'liq emas. Ya'ni bir bosqich tugallanmasdan ikkinchini bosqichni bemalol boshlash mumkin.
Birinchisi, nashr etish, iloji boricha ko'proq ommaga elektron hukumat haqida axborotni tarqatish, axborot portallari elektron hukumatning asosiy xizmatchisi vazifasini o'taydi. Keyingisi, elektron hukumat, interaktiv elektron hukumat ikki tomonlama aloqani o'z ichiga oladi. Misol qilib, hukumat ishchilari uchun email, kontakt kabi boshlang'ich funksiyalar yoki siyosiy va qonuniy takliflarga doir foydalanuvchilarning fikr bildirishi uchun sharoit yaratib berish hisoblanadi. Uchinchisi, tranzaksiya bo'lib, fuqarolar hukumat interaktiv xizmatlaridan foydalanishi hamda onlayn to'lovlar va elektron hisobotlarni jo'natishi mumkin. Darsimiz qisqacha shundan iborat. Keyingi darsgacha xayr, salomat.